Mana bugungi videomiz shu finansiy sohaga nima uchun qo'limda pul turmaydi. Mana ko'pchilik shunaqa savollar beradi. Uyda pul bo'lmaydi va ishlayman, lekin hech qachon menda pul bo'lmaydi. Menda doimiy pul yetishmovchiligi deydi. Ana shuni sabablarini ko'rib chiqmoqchiman, chunki ko'pchilik почти 90% odam aytadiki, menga kimdir deydi, hasad qildi deydi, o'shani deydi, ko'zi bor deydi, o'shanga pul beruvdim deydi, o'sha meni pulimni olgandan keyin deydi, keyin qaytarib berganda deydi, sekin-sekin berdi deydi, u qanaqadir deydi, amal qildi deydi, qanaqadir sehr qildi, jodu qildi deydi. Ko'pchilik menga deydi, shu spesialni deydi, o'zi bilib ko'rib deydi, mana sehr qiladi, mana deydi, pulim kamayib ketdi deydi. Lekin bu narsalarning asl sababi hammasi odam ichida o'zida yotadi. Masalan, sizga juda ham qanaqadir kuchli amal qilinganda ham sizda shuni bir domla shuni aytgandiki, Alloh ruxsat berdimi, Alloh yo'l qo'ydimi shu sehr qilingan. Demak, sizda o'shanga javob beradigan joy bor. Yo bo'lmasa sizda shu juda ham sizga hasad qilib, qanaqadir dushman paydo bo'ldi, dushmanlik qildi, rostdan ham ochiq dushmanlik qilib, uni sezgan bo'lsangiz ham, demak o'sha dushmanni siz o'zingizga tortdingiz. Dushman kelib chiqishi, sizga yaqinlashishining sababi ham buni o'zingizda yotadi. Mana Shira Rubinda o'zini mana shu "Путешествие сознания" kitobida juda ham yaxshi tushuntirib beradi. Aytadiki, masalan, bizning deydi ichkarida deydi, ongasida deydi juda ham katta bir salbiy programma bor deydi. Ana shu salbiy programmani o'zimiz sezmaymiz, bilmaymiz deydi. Lekin deydi, o'sha vaqt soat kelganda o'sha programmani masalan siz o'z ustida ishlab olsangiz, o'sha programmani prarabotka, o'sha programmani ustida ishlab shu kamchiligingizni yo'qotish kerak deydi. Ana shunda deydi, o'shanda deydi, faqat uzoqdan kelgan dushman sizga shunaqa o'zini darslarini beradi, shunaqa dushmanlik qilib sizni ichkaridagi katta kamchiligingizni sizga ko'rsatadi, o'shani ustida ishlashga yordam beradi. Sizga dushmanlik qilgan odam u o'zini javobini oladi keyin. Bu yerda lekin sizni ustida ish ketyapti. Demak, Alloh shuni ravo ko'rdi, o'sha dushmanni ham yaqinlashtirdi, o'sha sehr jodini ham qildirdi. Sababi demak sizda juda ham chuqur joylashgan, siz anglab yetmayapsiz. Ana endi mana shu pul masalasida masalan qanaqangi masalan odam o'zida qanaqa ayb bo'lishi mumkin? Shunda demak ham dushman yaqinlashadi, sehr jodi ham bo'lishi mumkin. Qanaqa belgilari bor? Mana bir ikkita misolda men tushuntiraman-da, shunda o'zingizdan bilib olasiz. Qayerda masalan sizda noto'g'ri narsa ketyapti, o'sha pul kanali ochilishi uchun nimalar qilishingiz kerak? Mana pul kanalining ochilmaganining sabablari ham bor. Pul yo'qligini, pul turmasligini mana belgilari ham bor. Mana birinchi navbatda mana bir ayol mana aytdiki, mana bolaligimda o'zi tilimdan gapiryapti, lekin tushunmayapti. Keyin nima qilish kerakligini. U aytayotki, men bolaligimda yaxshi, men oilamda hamma narsa bor edi. Bizning xolodilnigimiz to'laydi deydi, dasturxonimiz to'kin edi. Ota-onam deydi yaxshi hammaga ko'rsatib deydi, rostdan ham uy-joyimiz ham yaxshi edi, lekin menga deydi qanaqadir narsa kerak bo'lsa, masalan, akamga velosiped kerak, menga masalan chiroyli ko'ylak kerak deganda, ayniqsa o'smirlik paytida unaqa narsalarni olib berishmasdi. Ko'p narsaga qiziqma deb, faqat o'zlarini qiziqishi bor edi. Yaxshi mashina olgan odam, onam ham deydi chiroyli kiyimlarda o'sha tilla taqinchoqlarga juda qiziqardi. Bizga unchalik e'tibor bermagan deydi. O'shanda men bolaligimdan o'zimga shunaqangi maqsad qo'yganim, yo men katta bo'lsam, demak yaxshi pul topsam, chiroyli kiyinaman deb qo'ygandim dedi. Keyin ana shu studentlik paytimda, o'sha darsdan keyin yugurib borib men ishlar qilardim borib dedi, posuda ham yuvganman dedi, borib polam yuvganman, lekin o'zimni pulim bo'lish kerak deb, keyin shu pul topganimdan keyin birinchi navbatda men o'sha kiyinishga e'tibor berganman. Yaxshi chiroyli kiyimlar olib, yaxshi brendoviy kiyimlar olishga o'sha deydi, sekin-asta men uni odat qildim, yaxshi kiyina boshladim deydi. Lekin turmushga chiqqandan keyin men deydi, tushgan oila u ham deydi, yuzidan hammasini yaxshi qilib ko'rsatar ekan, lekin deydi, ichkaridan qaraganda deydi, ro'zg'ori unaqa yaxshi emas edi. Qanaqadir endi ko'pchilik bo'lib turganmiz dedi. Ovqatdan ham muammo chiqardi dedi, puldan ham muammo chiqardi dedi. Keyin qaradim, keyin отдельно chiqqanimizdan keyin men o'yladim, endi ko'pchilik bilan turganimiz bilan shunaqa bo'lyapti. Endi men o'shanda qaynatam vinovat, atrofdagilarni shu aybdor ularni shunaqa deb topardim. Даже keyin ovsinim ham kelib, "Tamom, issiq-sovuq qilyapti" dedim, chunki borgan sari meni pulim ko'paymay, bizning endi ro'zg'orimiz ham yaxshi emas dedi. Keyin отдельно chiqqandan keyin qaradim, men ham ishlayman, erim ham ishlaydi, lekin pulimiz ko'paymaydi. Niyat chiroyli kiyinaman, lekin deydi ro'zg'orim deydi men to'la to'kis qila olmadim. Dasturxonim ham unaqa ochiq emas, bilmayman deyapti. Keyin shu aybdorlarni qidiryapti. Unda ham shu issiq sovuq shunaqa narsalar bor deyapti. Ana endi bu yerda bitta narsani tushunmayaptiki, u agar oldiga mana shu maqsad qo'yish deydi. Masalan, siz menga hozir katta pul kerak deydigan bo'lsangiz, o'sha pulni kelishi juda qiyin bo'ladi. Sababi pulni masalan koinot sizga nima uchundir pulni beradi. O'shaning uchun demak siz maqsad qo'yishingiz kerak. U oldiga maqsad qo'ygan
man chiroyli kiyinaman deb hozir ham chiroyli kiyinyapsiz desa da chiroyli kiyimga nimaga pul keladi deyapti, lekin boshqasiga pul kelmaydi deydi. Ana bu yerda уже maqsad qo'yish yo'q, lekin mana aybdorlarni qilyapti, lekin chunki u bolaligida ham o'zi hech qachon ro'zg'or qilmagan, hech qachon qanaqadir qo'lda pul turmagan, kelgan pulni hammasini sarflab yuborgan, o'shaning natijasida unda bu yoqdagi muammolar kelyapti. Endi bu yerda aybdor baribir o'zi. Keyin mana ikkinchi holatda bu mana bir ayol aytyaptiki, men dedi bolaligimdan, kichkinaligimdan men dedi otam meni o'qimishli odam edi, lekin onam yo'q, seni baxting, qiz bolani baxti yaxshi joyiga tushsa, eri yaxshi pul topsa, o'sha uni baxti deb dedi qulog'imga quyib kelganlar. Men institut bitirdim, lekin o'sha erga tekkanimda rostdan ham yaxshi joydan keldi. Men erga tegdim, erim ham yaxshi pul topardi, lekin qanaqadir vaqt o'tgandan keyin erim ishi yurishmadi. Men sekin asta o'sha puldan dedi o'sha qiynala boshladim. Men onam shunday aytibdi-ki, ana o'g'ling bor, hamma orzu havasingni o'g'lingdan ko'rasan deb yana qulog'imga quya boshladi. Men o'shanda bildim, masalan erim ishi yurishmasa mana men o'sha oddiy kiyimlarga o'tdim, unaqangi oldingidek men rasod qila olmayman. Keyin o'g'lim keyin dedi endi davlat ishida ishlaydi, uylantirdim, kelin xarxashasi bor, u narsa kerak, bu narsa kerak, shu o'g'lim pul o'zidan ortmaydi. Keyin u ham meni kelinni ayblayapti-da, u juda ham o'sha xohlagan narsasini oldiradi, o'g'lim onasini emas xotinini deydi deb, endi u ham o'sha aybdor qidiryapti. Bu yerda bu ayol o'zida nima narsaga aytyapti, unda bir umuman pul kanali ochilmagan, chunki diplom bo'lib turib masalan ishlamaganman dedi. Onasini endi shunaqangi shior unga shunaqa qilib bergan, ering yaxshi topsa, ering topsa bo'ldi, boy oilaga tushsang shu bilan sen baxtli bo'lasan dedi, lekin unda realizatsiya bo'lmagandan keyin, o'zi pul kanali ochilmagandan keyin mana eriniki ishi yurishmasa, mana bunda ham o'sha pul yo'q. Ana endi ikkinchi marta yana onasiga borsa, onasi aytyapti-ki, o'g'lingdan ko'rsan orzu havas, bu juda ham noto'g'ri shior. O'g'lini o'zini hayoti bor, o'zini bola chaqasi, o'zini xotini bor, demak ular o'sha oila qurdimi, demak uni ular o'ziga yarasha o'zini rejalari bor. Ana shunaqa paytda u demak o'g'lidan kutib, endi yana aybdor deb kelinni ayblayotdi-da, o'zida pul yo'q, pul oqimi yo'q, o'zida pul ishlashni bilmaydi. Ana bu yerda aybdor o'zi. Ana shuning uchun demak bu yerda bu shiorni o'zgartirish kerak, demak pul kanalini ochish kerak. Keyin mana yana shunaqa odamlar bo'ladi, mana pul keladi-da, mana bor pulini mana bir oldingi videoda ham aytganman, bitta tanishim bor edi. Unda shunaqa shior bor. Men bilmayman, u shiorni qanaqa yo'qotish kerak, aytadi mentalniy konstruksiya deyiladi. Uning ota-onasi shu urush paytlarida juda qiynalgan ekan, juda och qolgan ekan, o'shaning uchun birinchi o'rinda qorningni o'yla. Yaxshi oylik topganda, yaxshi pul topganda ham bitta ishda, ikkinchi ishda, даже uchta ishda ishlaganda ham o'sha kuni olib kelgan pulni hammasiga shu ovqat olardi-da, ovqat yeb, biz unitazga ishlayapmiz degan anaqa mana shior bilan keyinchalik bir juda ham kambag'al, unda ham mana shu pul yig'ish yo'q, pul to'plash, qanaqadir pullar kanalini ochish, bu narsalar hammasi yo'q, chunki unda shu mentalniy konstruksiya deydi, bu qanaqadir mana shu shiorlar bor. O'sha shior bilan keyinchalik mana hammasi kelayotgan energiya ham tarqab ketadi, pul turmaydi. Ana endi mana sizda agar masalan shu pul muammosi sizda shunaqangi demak vaqt yetib keldiki, siz pul ustida ishlashingiz kerak, pul kanalini ochishingiz kerak, pul oqimlari ochilishi kerak, qo'lingizda pul turishi kerak. Xo'p, agar sizda shu darsni tushunmayapsiz, sizga masalan atrofdagilar gapiryapti, masalan televizorda ko'rdingiz, boy odamlarning hayotini ko'ryapsiz-da, sizga qanaqadir turtkilar kelyapti, lekin siz tushunmayapsiz. Xo'p, bu jarayon boshlanganligini, pul ustida ishlash jarayoni boshlanganini qanaqa belgilari bor? Birinchi navbatda masalan siz agar oylik olib ishlayotgan bo'lsangiz, sizni pulingiz umuman turmaydi. Oylik olib keldingizda 2 kunda pul ketib qoladi. Qanaqadir непредвиденный расход deydi. Birdan qayerdadir shtraf qilgan o'sha kelib qoladi. Shu paytda o'zida birdan bolangiz kasal bo'lib qoladi, ana borib doktorga bordingiz, undan keyin dorilar oldingiz. Ana ular ham sizni pulingizga yetkazadi. Keyin yaxshi ishlab turgan masalan o'sha televizor birdan ko'rsatmay qolishi mumkin, yo bo'lmasa qanaqadir yana rasxodlar paydo bo'ladi-da, pulingiz keta boshlaydi. Ana bu ham demak sizni hozir pul ustida ishlash jarayoni boshlandi. Bu ahamiyat ber deydi. Xo'p, mana siz shu ishlayotgan pulingiz oyligingiz shunaqancha ketyapti, deb ro'zg'ordan ortmayotgan bo'lsangiz, bu qanaqa belgi? Demak, siz ikkinchi ish topishingiz kerak. Baribir ikkinchi ishda kam pul olgan bo'lsangiz ham baribir uni yig'ishga, to'plashga o'rganishingiz kerak. Keyin yana shunaqangi muammolar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, siz ishlab turgan ishingizda birdan sakrashение bo'ldi, qanaqadir qisqartirishga tushib qoldi, ishni yo'qotdingiz. Ana bu o'sha juda ham katta belgi bo'ladi. Demak, turib borib qanaqadir bir ish qilishing kerak deydi. Lekin kimlardir mana aybdorlarni qidiradi, menga hisob qilingan, mana menda kimdir yo'lini bekitdi deydi. Yo'q, bu demak siz ishingizda o'sha shu jarayon boshlanganini bildiradi. Yo bo'lmasa masalan mana biznesmenlar aytadiki, mana o'zim tadbirkorlar, bilmayman, mana ertalabdan beri o'tiribman, mana bitta ham xaridor kirgani yo'q. Bu oy menda umuman savdo yurishmadi,
o'shamanda qanaqadir demak yonimdagi mana ertalab kelsam eshigim tegdi, nimadir sepilgan, nimadir qilingan, qanaqadir bu ham shu nima deydi shubha bilan aybdorlarni qidira boshlaydi. Lekin unda ham ana shu уже pul jarayoni demak pulni o'zgartirish, pul kanalini ochish, uni kengaytirish, biznesini qanaqadir kengaytirish, uni ustida ishlash jarayoni kelganini uni tushunmaydi. Keyin masalan yana juda ham katta bitta problema bor. Bu masalan qarz kreditga kirib ketish. Endi bu to'g'risida bir video olganmiz, lekin qarzga kreditga kirib masalan tovarni ham qarzga olgan, arendasi ham qarzga. Mana Saidmurod Davlatov millioner, juda ham yaxshi biznes coach. Mana shu unga qancha shuncha savollar berilganda u har doim aytadi: Daragoy, davay, sen qarzga botma, oldin bordi, birovi qo'lida ishla, davlat ishda ishlaysan, birovi qo'lida ishlaysan, oldin pul yigʼ deydi. Ana pulni to'pla deydi, qo'lingda pul ko'rsin, qo'lingda pul tursin deydi. Ana shu pulga deydi, agar sen deydi o'zing ishini ochmoqchi bo'lsang, yarim yillik deydi arenda pulini yig'asan, undan keyin yarim yillik o'sha tovaringni pulini, keyin nalogka pulini, agar shu narsaga yarim yillik puling tayyor bo'lsa, o'shanda boshlaysan. Chunki sen foydaga kirishingga hali yarim yil o'tadi deydi. Shuning uchun mana ko'plar уже boshlashda hali ishni yaxshi tushunmaydi. Kreditga boshlaydi, qarzga boshlaydi. Ana bu ham уже полностью uni finansiy безграмотность deydi. Umuman moddiy tarafdan, pul tarafdan, finans tarafdan o'sha hech qanaqangi bilimi yo'qligini bildiradi. Ana bunda ham o'sha unusida ishlash jarayoni keldi. Keyin yana shunaqangi bir holat bo'ladi. Mana men kelganlar mana menga deydi, nonga ham pulim yetmayapti, juda ham qiynalib ketdim. Xo'p, ish topdingizmi? Ish desa, yo'q, men diplomliman. Meni deydi diplomimga mos, meni sohamga mos ish topolmayapman deydi. Qanaqa ishlar bor desa, yo'q, men unaqa past ish qilmayman deydi. Qanaqa past ish desa, keyin no meni pelmenni sexga borib pelmen tugish kerak ekan, yo bo'lmasa posуда yuvish kerak ekan, yo bir ofitsiantlik, men unaqa ishni qilmayman deydi. Ana bu yerda ayol o'sha tushunmayapti. Demak, sizga hozir ministerskiy kreslo yo bo'lmasa siz o'zingiz sohangiz bo'yicha juda ham bir kattagina kresloni agar Alloh yo'liqtirmadimi, demak sizda kibr bor. Demak, sizni diplomingizni ishlatadigan ish chiqmagandan keyin past ish chiqyaptimi? Ras qanchadan beri ishlayman desam, 2 yildan beri, 2 yildan beri nonga zor bo'lib o'tiribman deyapti. Borib posуда yuvsangiz yo bo'lmasa o'sha o'chirgan ishni qilganingizda nonga zor bo'lmaysizga, nimaga o'shani qilmadingiz desa, men qilmayman deyapti. Ana bu yerda uni kibrini yo'qotish uchun mana shunaqangi ishlar uchraydi. Mana bunga misol qilib aytishim mumkin. Men bir shu 90-yillarda SSR demak shu tugatilganda Rossiyada millionerlarni ko'rsatdi. Как раз o'sha bir eng qiyinchilikdan o'tgan millionerlar, noldan boshlagan millionerlarni ko'rsatdi. Shu bir KGBda ishlagan bitta podpolkovnik u o'zini gapirib beryapti. Shu o'zida bo'lgan shu o'zini tarixini, millioner bo'lib ketibdi. U katta o'zini bankini ochgan ekan. U aytayaptiki, o'sha men dedi, bizning butun отделimizda KGBda butun отделы dedi сокращение tushib, men ishsiz qoldim. Keyin o'shanda nima qilishni bilmadim. Keyin majbur bo'ldim bitta arava sotib olib, kechasi men vokzalga borardim deb grushchiklik qilganman dedi. Sababi birinchidan kechasi yaxshi pul to'lashadi, ikkinchidan konkurent kamroq, masalan kunduz kuni o'tda dedi, juda ham grushchiklik ko'payib ketadi. Men dedi uyalganim uchun men kechasi chiqqanim yo'q dedi. Menga o'sha qulay bo'ldi ishlash. O'shanda 2 yil ishlagan ekan. O'sha rasmini ham ko'rsatyapti. Mana o'sha aravasi bilan mana shundan keyin dedi, men dedi oilani boqdim shu pul bilan. Keyin dedi birdan dedi o'zimni shu partnyorlarim chiqib dedi, oldingi birda ishlaganimiz, keyin biz dedi o'sha o'zimizni bankimizni ochganmiz dedi. O'shaning uchun agar siz hozir sohangiz bo'yicha, o'zingiz diplomingiz bo'yicha masalan ish chiqmasa, demak sizda nimadir qanaqadir kamchilik bor, demak uchragan ishni qilib siz pul oqimini ochishingiz kerak. Chunki любой masalan hozir katta ishda lavozimda ishlayotgan, masalan yo katta yulduzlarni ko'rsangiz, yo bo'lmasa katta boy biznesmenlarni ko'rsangiz, ular ko'pi oldin shu mana shu uchragan ishda, o'ziga yo'lda uchragan shu pul topish ishida ishlab, keyin sekin ana ko'tarilgan. Masalan, mana men turgan joyda mana ko'p professorlar turadi. Men bir ikkitasini bilaman. Studentlik paytida mardikorlik qilganmiz dedi, pulimiz yetmagandan dedi, lekin keyinchalik mana shunaqangi juda obro'li professor darajasiga erishgan o'sha odamlar. O'shaning uchun bu yerda demak siz o'zi sohangiz bo'yicha pul ish topolmaganingizning sababi ichkarida, sizni ichkarida yotibdi. Keyin undan tashqari yana shunaqangi belgilar bo'ladi. Masalan, siz koshelok hamyoningizni yo'qotib qo'ydingiz, yo bo'lmasa qanaqadir mashinik keldi, sizni aldab pulingizni olib ketdi. Bu ham juda ham katta belgi bo'ladi. Demak, ishlashingiz kerak. Keyin mana bankomat masalan bankomatga baribir
siz keldimi boshqasi bir keldimi, lekin mana bir xil odamlar aytadiki, men bilmayman, bankomatga borsam har doim menda muammo chiqadi. Yo deydi kartochkamni yutib yuboradi deydi, yo bo'lmasa deydi pulni yechib oladi deydi, kartochkani berib pulni bermaydi deydi. Ana bu yerda ham demak sizda qanaqadir vibratsiya shunaqa bu, chunki bankomat ham baribir o'sha vibratsiya bilan ishlaydi. Sizda shunaqa muammo bo'lsa, demak ichkaringizda bu muammoni sababi ichkarida bo'ladi. Keyin yana bitta eng yomon shunaqa odat bor. Mana bir kishi bilan ishlaganimda aytdiki, menda dedi, umuman deydi pul keladi ketadi deydi, uyimga ham kirmaydi deydi. Sababi endi aytyaptiki, bolaligimda qanaqa o'tgan desam, bolaligimda otam yaxshi pul topardi. Bilardik, har doim pul bo'lardi uyda deydi. Har doim uyda pul bo'lardi. Onam deydi o'zimizni yeb ichishimizga deydi yaxshi qaradi, lekin deydi shuna endi o'zimizga bizga kerakli deydi. Masalan, men deydi qanaqadir o'sha to'garaklarga qatnashib bo'lganman, qanaqadir til o'rganmoqchi bo'lganimda unga pul ajratmasdi. Lekin deydi kimdir qarindosh kelsa, qanaqadir bir tanishlari kelsa deydi, shunda o'sha sefdan deydi pulni olib pachka pullarni birovlarga berganini ko'rganman. Bu narsani biz ko'rib katta bo'ldik. Keyinchalik otam juda ham shunaqa shikoyat qilib o'tirdi. Kimlardir pulni qaytarmadi, kimlardir pulni bo'lib berdi. Shunaqasi qilib oxirida mana otamda oxirida pul ham qolmadi dedi. Meni o'zimda ishlayman, shuncha ishlayman deydi, даже savdo qilaman, lekin pulim o'sha joyda, o'sha kelgan joyda o'z-o'zi ketib qoladi deydi. Uyga kirmaydi deydi, chunki ana bolaligida mana ong ostiga shunaqangi programma kirib qoladi. U noto'g'riligini bilsa ham shu narsa bilan o'sha katta bo'ladi-da, keyinchalik o'shani anglab yetish kerak. Demak, qo'lida pul turish kerak. Uyda ham pul turish kerak. Keyin bu demak pul kanalini ochilishida mana shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Keyin yana shunaqa bo'ladi, mana uyda nosozligi o'zidan-o'zi ko'payib ketadi. Qanaqadir qarasangiz, uy remont qilgan bo'lsangiz ham qanaqadir shu remontchilar yaxshi ishlamagan bo'ladi, keyin borib yana qayta chaqirasiz, yo bo'lmasa shu santexnikalar buziladi, yo bo'lmasa bытовой texnikalar, televizor, xolodilniklarda o'zidan-o'zi qanaqadir nosozliklar chiqadi. Buni sababi uyga o'zi ana shu pulni yutib keta boshlaydi, chunki sizda pul turmagandan keyin ana shu pul bu energiya o'zidan-o'zi shu energetik o'zidan-o'zi yo'qotishlar paydo bo'ladi. O'shaning uchun endi masalan ba'zi paytda bo'ladi, shunaqangi mana pul turmasligini yana sababi bir ayol aytdiki, men dedi kichkinaligimda otam ichardi, men katta qizman dedi, ukam ham dedi singlim bor edi, onam meni yig'lab shularni oyoqqa turg'izishim kerak deydi, xuddi men ularni bolasi emasman deydi. Men deydi o'shanda dalada ishlab topgan pulimni ukamni o'qitishga, keyin uni uylantirish, sinimni uzatishga deydi, men butun pulimni sarflab deydi, onamga berib deydi, ularni joylashtirdim. Keyin deydi o'zim kech turmushga chiqdim deydi. Turmushga chiqdim. Endi deydi erim deydi, keyin qaradim deydi, unday umuman qiziqish yo'q menga nisbatan deydi, qanaqadir deydi, qanaqa aldab-suldab meni kredit oldirdi deydi, katta pulni olib shu bilan ketib yubordi. Keyin boshqasiga uylanib ketdi. Men kreditni yillab to'lashga majbur bo'ldim dedi. Keyin shu bitta o'g'lim bor dedi. O'g'lim ham dedi, mana katta bo'lib keyin borib Rossiyaga ishga ketdi. Keyin u yoqdan ona shu hovlini soting, uyingizni soting dey, mana shu kelsangiz zo'rini olamiz dedi. Men ham dedi shu borib dedi sotib o'sha bankdan olgan pulni dedi yana bank orqali o'g'limga jo'natdim dedi. Mana yarim yildan beri hech qanaqa darak yo'q. Qo'limda mana kelgan pul mana shunaqasiga ketdi, umuman turmaydi pul deyapti. Ana endi buni sababi nima? Bu shu konstruksiya shunaqangi, unda shunaqa mexanizm ketyapti. Ana shu qizlik paytidan ishlagan pulni masalan uyga sarflagan, ota-onani vazifasini bu bajargan, kelgan puli o'zida turmagan. Endi bu o'zini nima oqlayapti, xo'p, men onamga yordam berdim-ku. Xo'p, onangizga yordam berdingiz. Ana undan keyin nima? Undan keyin xuddi o'shanaqa keldi, u eri pulini oldi-da, mana xo'p kreditga erim majbur qildi deyapti. Xo'p, majbur qilib nima, siz bitta yo'q deyishni bilmaysizmi? Masalan, siz kredit borganda u bir kunlik ish emas-ku. Borasiz, nechta joyga qo'l qo'yasiz, roziman deysiz, undan keyin pul olasiz. Desam keyin bilmadim deyapti. Ana bu yerda o'zida ichkarida ong ostida shunaqangi salbiy programma, umuman pul turmaydi unda. Uni qo'lida pul turmaydi, keldimi berib yuborish kerak. Mana o'sha kreditni ham oldi, o'zi ishlatmadi, eri olib ketdi. Ana undan keyin mana uyda ham, xo'p, uyni sotishda siz o'ylamadingizmi, siz qayerda turasiz? Men hozir arendada turibman. O'g'limdan darak yo'q deyapti-da. U keyin yana ayblayapti. Hozir bitta ayol bilan tanishgan, o'sha ayol o'sha pulni issiq-sovuq qildi, o'sha pulni olib ketdi deyapti-da. Yo'q, bu yerda u ayol ham o'sha issiq-sovuq qiladigan ayolni ham tortgan bu ayolni o'zi, chunki qo'lida hech qachon pul turmagan, kelgan pulni sirazi kelish bilan mana shu har qayoqqa tarqatib yuborgandan keyin ana bunaqa joyda pul turmaydi. O'shaning uchun birinchi navbatda shu siz bilishingiz kerak, ras shu pul bilan muammolar chiqdi, shunaqangi kuchayyapti, pulsizlik nima
deydi ko'payib ketdi. Demak, bu jarayon uzoq bo'lyapti. Demak, siz o'zingizda qanaqadir salbiy taraflar bor. Ana o'sha sehr jodini ham o'ziz demak tortdingiz o'zingizga. Shunaqa odamlarni ham, o'sha dushmanlar ham bekorga kelmaydi. Ular sizga juda katta usluga bilan keladi. Sizni kamchiligingizni ko'rsatadi. Ana buni tuzatish kerak. O'shaning uchun birinchidan agar masalan hammaga ko'z qilib maqtanish, masalan bogatstvo любит tishini deydi, счастье любит tishini deydi-da, buni rostdan ham o'sha hasadchilarga ularni ko'rsatish kerak emas. Undan keyin birovlarga masalan pul to'g'risida masalan kimdir yordam so'rab kelsa, da maslahatingizni bering, hamdardlik qiling, uni gapini eshiting, lekin uyda turgan kelgan pulni birovga berib yuborsangiz, ana bu rostdan ham keyin bu uyda hech qachon pul turmaydi. Pul uyi o'zi o'sha pulni yutib keta boshlaydi. O'shaning uchun bu narsalarga ahamiyat berib, ana undan keyin o'zi tushunishingiz mumkin. Masalan sizda qanaqangi masalan nima deydi ichkarida kamchiliklar bor, shaxsiz rivojlanmagan, kuchsiz taraflari bor. Ana shu narsalarni anglab yetganingizdan keyin pul yig'ishga o'rgansangiz, ana shunda uyda pul turadi, qo'lingizda pul bo'ladi. Hurmatli obunachilar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, izohlar qoldiring, podpiska bo'ling.